Assalomu alaykum obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun manfaatli bo'ladi. Agar sizning molingiz tug'di, birinchi bolasi tepayapti. Uni qanday yuvosh qilasiz? Birinchi bolasi bo'lib tepayotgan mol avval qashlanmagan bo'ladi. Agar bo'g'oz bo'lsa, qashlashni boshlang. Agar tug'ib bo'lgan bo'lsa, tonani yelinini to'ldiring. Yelin to'lganakdan og'rishni boshlaydi. Kuzatib turing, yaxshi to'lsin. O'zini emib qo'yish o'shandan kelib chiqadi ko'pincha. Yelin og'riydi, mol yalanib og'zini shu tomonga olib boradi va o'zini emadi va sut kamaygandan keyin yelinda og'riq kamayadi va shu o'rganish bo'lib qoladi. Yelinni to'ldiring va oyog'ini bog'lang. Bir ilojini qilib oyog'ini bog'lang va sog'ing. Bu har doim ana shunday yelinini to'ldirib sog'sangiz, soqqandan keyin og'riq qolgandan keyin mol ham tushunib yetadi. Soqqandan keyin og'riq qoladi. O'shanday bir hafta mobaynida oyog'ini bog'lab sog'ib ko'ring. Agar yuvosh bo'lmordimi, qashlab o'rgating. Agar qashlashga ko'p vaqtingiz bo'lmasa, shu yelin tomoniga yo bo'z yo retni tortib qo'ying. Beliga mahkam qilib, mol yuradi, yotadi, turadi, boynagi retni tinimsiz turgandan keyin xuddi qashlangandayin molni qitig'i o'ladi. Agar siz bozordan oldingiz, ikkinchi bolasi tepayapti, uchinchi bolasi yu molni sotib olganingiz yana tepayaptimi? Ikkinchi, uchinchi bolasida tepgan mol yana tepadi. Chunki u avvalam tepgan egasi faqat bolasini qo'yib yuborgan, sog'magan. U sog'dirmaydi. Bizlar shunday mol olganmiz, sog'dirmagan, bo'g'ozligida, to'q bo'g'ozligida bizga sotgan. Biz uni tepmaydi deb o'ylaganmiz. To'q bo'g'oz mol og'ir bo'ladi, tepmaydi. Tuqqandan keyin boynag'i avvalgi hunarini qilib tepishni boshladi. Biz shu bolasi kattargancha oyog'ini bog'lab sog'ishga majbur bo'ldik. Obuna bo'ling.